Men qaydaman. Qashqadaryodaman. Qashqadaryoning Ko'kdala tumanida Annaruz mahallasi adashgan. Ko'kdala tumani Chiyali qishlog'ida o'zi umumiy olganda. Chiyali qishlog'i. Chiyali qishlog'ini hozircha mana 10 ta 8 ta mahalla bo'lib ketdi. Hozir mahalla ham ko'payib ketyapti. O'zi bitta Chiyali qishlog'i. Hozir shunaqa bo'lgan. G'ayratjon, endi ismingiz jismingizga monand insonsiz. Mana xalq xizmatidasiz. O'sha mahalla raisi deymizmi? Mana shu mahalla raisligini boshqarganingizda siz ana shu kitobxonligingiz qanday yordam berdi? Misol uchun, mana hozir sizga kitob sovg'a qildim, rosa xursand bo'lib ketdingiz. Bu kitobni men Qarshiga olib ketay turdim. Ko'kdaladan nariga o'tmadi. Endi va'da berib qo'ygandim u yoqqa ham. Lekin yetkazdiraman. Bu yerda ham bir ajoyib kitobxon akamiz bor. Ana bu kitob haqida yoshlarimizga kitob haqida endi bizlarni ko'rgan odam mahallada yozib ishlagan bo'lsa kitob o'qiydi demaydi birov. Ko'chada ko'rgan odam. doim band bo'ladi. Doim band bo'ladi. Endi mahallada nima deydi? Har kuni muammoda. O yaxshi narsalar o'zi bo'lmaydi. Urush, janjal, shu oilaviy nizolar bo'ladi. Shu asabingiz chiqqan vaqtida shu ertalabdan mahallani shu kechgacha ish. To tonggacha desam bo'laveradi. Shu asab chiqqan vaqtida shu o'rtog'imiz kitob o'qiyveramiz, tongda shu bilan o'tirgan vaqtlarimiz bo'lgan. Ana shuni o'qiyverib, ko'rgan odam o'zi kitob o'qimaydi deb o'ylaydi. Bir qarasangizda, hozir ko'rsangiz men javonni ko'rsataman. Nima qilib aytdingiz-ku? Ana shunday. Shuning uchun kitob endi yoshlarga nima deymiz endi? Bu telefondan ko'ra, ko'rgandan ko'ra kitob o'qigan juda zo'r. Hozir kamayib ketdi kitob o'qiydigan yoshlarimiz ham. Kitobni o'qib ko'rsangiz, asabiylasangiz, tinchiysiz. Hozir siz juda to'g'ri gap gapiryapsiz. Sababi o'sha kitob haqida men esimda boricha 21 ta har xil davlat olimlari tadqiqot o'tkazdirishgan. Yaponiyaliklar, amerikaliklar, avstraliyaliklar. Shunda o'sha yapon tadqiqotchilari aytgan, asabiylashtirgan odam 15 daqiqa kitob o'qisa, jim bo'ladi. Hamma joyiga kelar ekan. Esdan chiqadi muammoni. Qon bosimi oshgan odam ham kitob o'qisa tinchlanadi, o'ziga keladi degan nimalar ham bor. U yerda juda ko'p ota-onaga farzand kitob o'qib berish yoki ota-onaning farzandiga kitob o'qib berishlari ham oilaning mustahkamlashiga va o'sha oila bilimdon bo'lishiga katta ta'sir bo'ladi. Shunday bo'ladi. Mana siz Ko'kdala tumanimizga mana 9-may xotira va qadrlash kuni arafasiga kelib turibsiz yaqiniga. Mana ko'rsatuvlar bo'ladi. Televideniyada, hamma joyda. Mana urush haqida bo'lgan, mana o'zingiz qatnashgansiz. Bizlar Afg'onistonda xizmat qilganman deb aytib qo'yasizlar bizga. Mana necha yillik aka-ukamiz. Bizlar endi Afg'onistonga urushga borgan bo'lsa, borgandir, urush bo'lgandir degan tasavvur bo'lgan. Biz uni o'qib ko'rmaganmiz, ichiga borib ko'rmaganmiz, urushda borgilgan qilmasin. Mana yaqinda mana shu Karimberdi To'ramurodni mana qora kitob. Mana Afg'oniston haqida, mana urush haqida mana shu kitobini o'qiyapman. Buni ichiga kirib o'qisangiz, mana borganday bo'lasiz. Bu sizlarning bu urushda qatnashganlaringiz. Buni o'qigan odam buni tushunadi mana Afg'oniston haqida. Men umuman tasavvurga ega bo'lmagan narsalarni men o'qib, ko'rib, mana hayratdaman hozir. Buni aytgani odam qo'rqadi birovga gapirib berishga. Boshlaringizda o'tgan narsani. Shuning uchun mana yurtimiz tinch, Xudoga shukr. Yurtimiz uchun mana xizmat qilgansizlar. Bolalaringiz baxtiga, o'zimizni nima dedi? Muxlislar baxtiga doim sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu yerda o'qib, ko'rib, mana hayron bo'lib o'tiribmiz mana. O'zimiz mahalla raisimiz. Faqat eshitganmiz, Afg'onistonga borganmiz, shu urush bo'lgan qaytganmiz. Hech narsa gapirilmagan. Mana endi shu vaqtgacha endi bunga ruxsat ham bo'lmagandir-da endi. Shu kitob Afg'oniston haqida yoritishga. Balkim shunday bo'lishi, mana o'qib ko'rib avvalo o'qiyapmiz mana. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurt tinch bo'lsin, kitobxonlar ko'p bo'lsin. Shunday bo'lsin. Albatta tinchlik bilan tong otishi, osuda kun botishning o'zi katta bayram. Doim shu gapni takrorlayman. Shuning uchun O'zbekistonda har kuni bayram. Mana shunday bayram sharoitini, yaxshi kunlarni vujudga keltirib berayotgan biz o'sha nima deymiz? Qurolli kuchlarimiz deymizmi? Ichki va
tashqi xizmatda turgan xodimlar deymizmi, hammalariga minnatdorchilik bildiramiz. Bizni niyatimiz o'qimishli odamlar ko'paysin, kitob ko'rganlar ko'paysin va albatta xalqimiz va yurtimiz yanada farovon bo'ladi. Albatta qachonki yoshlarimiz kitobxon bo'lishsa. Mana Sog' bo'linglar, bor bo'linglar, charchamanglar. shunday bo'lsin aytganingiz kelsa, mana hozir mana endi atrofimizda urushda endi hozir ham. Mana yurtimizga ko'z tegmasin. Prezidentimiz omon bo'lsin. Sog' bo'linglar, albatta. Sog' bo'linglar, bor bo'linglar. Mirzo Karim aka, To'ylar aka.